Hammaga assalomu alaykum. Xiva shahrida 2 dona xudo xolasa turar joy binamizni boshladik. Manzilga keladigan bo'lsak, yo'l tarafimizda Met kolleji bo'ladi. Met kollejining to'g'risidan 100 metrdan keyin bo'ladi. Bunda Xiva parkini yanında bo'ladi, 100 metrdan keyin bo'ladi bu joyimiz xudo xolasa. Endi fasad qismlari xudo xolasa shuningdek bo'ladi. Joylarimizning har bir aynasi 380 metrdan berilgan aralıkı. Tepesindeki aynalarımızın razmerleri 120 dan beriladi xudo xolasa. Her bir kolonların ortasına 2 danadan beriladi. 3 aynamız bir adamniki bo'ladi. Elde fasad kısmı 12,5 metr bo'ladi. Bağın taraflarında 4 metre 6 metrelik bir dana zalı bo'ladi. Arka uglavoy dükkanımız bo'ladi. 5,5 metrelik navesimiz bo'ladi joyimizda. Bağın tarafları parkovka joyi bo'ladi xudo xolasa. 2 dona stupenka bilan uyingizga chiqib, bemalol xohlagan bizneslarimizning birinchi etajida yotib, ikkinchi etajlarni o'zimiz uchun turar joy etib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Buni zina joyi bon tarafidan chiqadi. Bu joyimizni zinasi bon tarafimizdan chiqadi xudo xolasa. Elde fasad kısımları shuningdek bo'lib o'tadi. Aynalarımız 120 qo'yilgan, panoramni etib, üstüne kısımları 120'ye 3 tane erkek ayna beramiz bu yerem. Xudo xolasa yo'lning yüzü bo'ladi, Met kollejining oldida bo'ladi. Joylarimizda ikki ham sotuvda. Bemalol telefon urishingiz mumkin. Patkuluch desangiz patkuluch, korobka holatida desangiz korobka holatida joyimizni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bon taraflarimizda 2 dona stupenkadan keyin parkovka joyi bilan qo'yamiz xudo xolasa. Bemalol telefon urishingiz mumkin.